Odam ato alayhissalom jannatdan man etilgan mevani yeganliklari uchun quvilganliklari ma'lumdir. Meni qiziqtirgan narsa shuki, o'sha mevani iste'mol qilmaslikning muhimligi nimada edi? Alloh subhanahu va taolo odam ato va mamo Havvoni jannatga kiritib, mana shu jannatdagi hamma narsalardan istaganingizni, xohlaganingizni yeng, ammo mana bu daraxtdan mevasidan yemang deb qo'yishi, man qilishi demak muhim bir ma'noni kasb etgan. Ya'ni odam uchun bu dunyoda izn berilgan narsalar juda ko'p, lekin shularning ichida ba'zi bir man qilingan narsa ham bor. Mazkur odam ato kirgan jannatda hamma mevalarni yeyish mumkin-ku, ammo faqat birgina daraxtning mevasini yeyish mumkin emas. Bu demak man qilish, nahiy qilish, qaytarish ma'nosidagi hukm edi. Bu hukm albatta muhim bir hukmdir. İnsonning irodasini sinash, Allohning buyurgan, ya'ni qaytargan narsasidan qaytish malakasini orttirish uchun Alloh taolo tomonidan joriy qilingan. Hamma narsa ruxsat bo'laversa va hamma narsa buyruq, ya'niki qil degan ma'nodagi buyruqqa asosan qilsa bir taraflama bo'lib qoladi, balki qilma degan nahiy, qaytariqqa ham ko'nish, nafsni jilovlash, ana shu o'zi nafsi ishtiho tortib turgan narsadan ham Allohning qayt degan qaytarig'ini esga olib qaytish inson uchun juda muhim bir narsadir. Ana o'sha demak muhimligi Parvardigori olam tomonidan qilingan bir sinov ekanligi. Bu odam otaga ham u zotning zurriyotlari bo'lgan siz bilan biz bandalarga ham muhim ekanligi, Alloh taolo qil degan narsalarni qilish bilan birga qilma deb qaytarilgan, man qilingan narsalardan o'zimizni tiyib turishimiz zarurati bor ekanligini tushunishib yetishimiz kerak.